Yoshlar ishlari agentligi hamda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamkorligida respublikamizning barcha hududlarida xalqaro ta'lim ko'rgazmalari tashkil etilmoqda. Yoshlarni oliy ta'limga yanada kengroq jalb etish, bitiruvchilarda tanlov madaniyatini shakllantirish maqsadida Jizzaxda ham ko'rgazma tashkil etildi. Yoshlar innovatsion markazida tashkil etilgan Ta'lim va kasb 2025 xalqaro ta'lim ko'rgazmasida umumiy va o'rta ta'lim muassasalari bitiruvchilari va ularning ota-onalari, shuningdek, ta'limni magistratura va doktorantura bosqichlarida davom ettirish istagidagi oliy ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etishdi. Ko'rgazmada yurtimizdagi 15 dan ortiq xalqaro universitetlar o'zlarining ta'lim turlari, yo'nalishlari, amaliyot va xalqaro hamkorlik uslublari, shuningdek, pedagoglar jamoasi talabalarga beriladigan imkoniyat va imtiyozlari haqida ma'lumot berishdi. Aniq hollar texnik yo'nalishida o'qiyman. Niyatim dasturchilik sohasida o'qish. Bu xalqaro universitetlarda IELTS ko'p o'rin tutar ekan. Bo'lmasam IELTS bo'lmasa ham ichki imtihonlardan o'tsa qabul qilinar ekan. 100% grantlar bor ekan. Universitet tomonidan chet davlatlarga sayohatga jo'natilar ekan. Biz bular haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ko'rgazmaga umumta'lim, prof ta'lim, oliy ta'limdagi bitiruvchi yoshlarimiz va bundan tashqari mahallalardagi xorij mamlakatlarda o'qish istagida bo'lgan yoshlarimiz jalb etilgan. Shu narsani alohida aytishimiz kerakki, kunning birinchi qismida 2000 ga yaqin bitiruvchi yoshlarimiz jalb etilganligini ko'rishimiz mumkin. Xalqaro ta'lim ko'rgazmasi bitiruvchi yoshlarning kelajakda o'zlarini qiziqtirgan kasblarni tanlashda ko'maklashish hamda xorijda ta'lim olish bo'yicha mavjud imkoniyatlar bilan yaqindan tanishtirishda ahamiyatli bo'ldi.